Hop, Bahrom aka bugun 2026-yil 18-may milodiy sana bilan, hijriy sana bilan Zulhijja oyining 1-kuni inshaalloh. Hop, Zulhijja oyi haqida bir nechta narsalar eslatib qo'yamiz. Zulhijja oyida qarang. O'zi 1 yilda 12 ta oy bo'ladigan bo'lsa, Zulhijja oyida qolgan 11 ta oyda topilmaydigan xislatlar borda. Agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, aynan Zulhijja oyida qilinadigan birgina ibodat, ya'ni haj amalini inson 11 oyda birortasida qila olmaydi. Aynan mu'minlar uchun eng buyuk ibodat sanalgan haj ibodati aynan Zulhijja oyiga xoslangan. Ya'ni o'sha Arafa kunida, o'sha Arafat vodiysida bo'lish kerak. U kundan bir kun oldin bo'lsa ham, bir kun keyin bo'lsa ham o'sha joyda bo'lmagan insonni haj bo'lmaydi. 1000 marta borsin, 1000 marta aylansin, 1000 kun tursin, o'sha aynan Arafa kuni, mana shu Zulhijja oyida Arafat vodiysida turmagan insonni haj bo'lmaydi. Bu ham Zulhijja oyiga berilgan eng katta sharaflardan bittasi, fazilatlardan bittasi. Qolaversa, mana bu Zulhijja oyini avvalgi 10 kunini nihoyatda fazilati katta. Hattoki Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha mana bu avvalgi 10 kuniga qasam ichib bir oyat nozil qilganda, ya'ni Zulhijja oyining avvalgi 10 kuniga qasam deb Alloh taolo qasam ichib bir oyat nozil qilgan. Ulamolar mana bu Zulhijja oyining fazilatlari, buni yaxshiliklari haqida juda ham ko'p kitoblar yozgan ekanlar. Hattoki Nabiy alayhisalomdan vorid bo'lgan sahih hadislarni juda ham ko'p joylarda keltirgan ekanlar. O'shalardan bittasi Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ya'ni Imom Termiziy bilan Ibn Mojada kelyapti. Aytiladiki, payg'ambar alayhisalom aytdilar: ibodat qilinadigan biror bir kun Alloh taolo uchun Zulhijjaning 10 kunidan ko'ra mahbubroq emas. Qancha kun bor, qancha oy bor, ibodat qilinadi. Banda ibodat qiladi, namoz o'qiydi, roza tutadi, sadaqat beradi, silay rahim qiladi. Ibodat qilinadigan kunlarning birortasi Alloh taolo uchun Zulhijja oyining avvalgi 10 kunidan ko'ra mahbubroq emas, deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Hadisni davomini qarang. Aynan mana shu 10 kundagi, ya'ni undagi har bir kunning ro'zasi 1 yilga barobardir. Bir kun tutasiz, 1 yil roza tutganning savobini Alloh beradi. Undagi har bir kechada qoyim bo'lish, turish, bedor bo'lish Qadr kechasida turishga barobardir, deyaptilar. Qarang, bu fazilatni boshqa oylardan topib bo'lmaydi-da. Sahih hadisda kelyapti. Shuning uchun bu 10 kun nihoyatda oz fursat. Bu fursatni har bitta musulmon, har bitta vaqtni qadriga yetmoqchi bo'lgan, vaqtdan unumli foydalanmoqchi bo'lgan inson foydalanib qolishlik kerak. Kun qisqa, lekin unga beriladigan mukofot nihoyatda katta. Kim xohlamaydi? Bir kun roza tutib 365 kun roza tutganning savobini olish. Hamma xohlaydi. Kim xohlamaydi? Misol uchun mana Xufton bilan Bomdodni orasi nihoyatda qisqa vaqtda bir kecha qoyim bo'lish orqali Qadr kechasida qoyim bo'lganning savobini olish kim xohlamaydi? Albatta xohlaydi. Shuning uchun bu kunlarni qisqa fursatlarni banda o'zi uchun bir reja asosida o'tkazsa, inshaalloh nihoyatda ko'p yaxshiliklarga ega bo'lib qoladi. Alloh taolo bandalarga shunaqangi mehribon ekanki, ba'zi bir fursatlarni g'animat qilib qo'yganda, bandalariga nimanidir, yaxshiliklarni, ko'p xayriyatlarni berishni xohlaganidan, bandam bir kun qoyim bo'lgin, deyapti. Bir kecha qoyim bo'lgin, bir kun ibodatda, ro'zador holatda bo'lgin, senga 1 yillikni savobini beraman, deyapti. Bu katta fazilatda. Qolaversa, mana 2026-yil milodiy sana bilan aytadigan bo'lsak, sizga savol bersam, 2026-yilda siz uchun eng yaxshi kun qaysi desam, siz qaysi biri ekan deb o'ylanishingiz mumkin. To'g'rimi? Qaysi kunni aytsam, hayitda aytsammi,
boshqa bayramimni aytsammi, tug'ilgan kunimni aytsammi yoki bir o'zingiz uchun yaxshilikka boy bo'lgan kunni aytsammi, 2026-yilni eng yaxshi kuni men sizga aytaman, mana 26-may bo'lyapti. Nimaga 26-may desa, bu Arafa kuniga to'g'ri kelyapti. Quyosh chiqqan kunlarda eng yaxshisi Arafa. Payg'ambar alayhisalom aytganlar. Quyosh chiqqan kunlarda eng yaxshisi Arafa. Qilingan duolarni eng yaxshisi Arafa kunida qilingan duo. Boshqa bir hadis keladi-da, Arafa kuni tutilgan roza 2 yillik gunohga kafforat bo'ladi deyaptilar Payg'ambar alayhisalom. 2 yillik gunohni o'chiradi Allohning izni bilan. Arafa kuni bir kun tutilgan roza. Qaysi 2 yil desa, o'zidan oldingi 1 yil. Mana bugun Arafa kunida 2026-yil 26-may kuni siz ixlos bilan roza tutdingiz. Sizni 2025-yil 26-maydan boshlab shu 2026-yil 26-maygacha bo'lgan gunohingiz o'chiriladi. 1 yil orqadan ketdi. Ikkinchi 1 yil o'zidan keyingi 1 yilga kafforat bo'lishiga umid qilaman deganlar. Ko'ryapsizmi? Hali kelmagan kunlar uchun, kelmagan fursatlar uchun, qilinmagan gunohlar uchun kafforat bo'lishiga umid qilaman deganlar Payg'ambar alayhisalom. Bunda hech qanday shubha yo'q. Nabiy alayhissalomni va'dalaridan ko'ra haq va'da qaysi bir bandani so'zlarida bor? Allohga oson. Shuning uchun 2026-yil 26-may kuni tutilgan roza 2 yillik gunohga kafforat bo'ladi inshaalloh. Aynan o'sha kuni hojilarimiz Arafat vodiysida duo qiladilar. Aynan o'sha kuni Alloh taolo juda ham ko'p millionlagan bandalarini do'zaxdan ozod qiladi. Bu maqom, bu daraja, bu fazilat faqatgina Zulhijja oyiga berilgan. Shuning uchun bugun yurtdoshlarimizga, musulmonlarga, dindoshlarimizga eslatamizki, 10 kunni g'animat biling. 10 kun birpasda o'tadi, lekin sizga juda ham ko'p xayriyatlar, yaxshiliklar, barakalarni kelishligiga sabab bo'ladi. Alloh taolo hammamizni kelasi Zulhijja, kelasi Arafat, kelasi hayitlarga sihatlikda yetishimizni nasib qilsin. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni eshitishni, bilishni xohlaganlar mana bu yaxshi niyatda ochilgan bu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ma'lumotlarimizni juda ham ko'p insonlarga tarqalishligi uchun hissangizni qo'shing, yaxshilikka dalolat qiling, ularga ham mana bunaqangi foydali ma'lumotlar yetib borishiga sababchi bo'ling.